Bu hayotda ajrashgan bitta senmi Shahzod, to'r o'rningdan uborkingni boshla. Bunday o'tirish senga yarashmaydi dedim-da, bugungi uborkamni boshladim degan ajalarim. Shunday divanimni tozalab, joylarini o'zgartiray desam, tagidan 500 ming so'm pul chiqdi. Bugun uy tozalaganimga menga Allohim berdi deb Allohimni duo qildim-da, 500 ming pulni cho'ntagimga solib, uborkamni boshladim degan ajalarim. Hayotdan olmasa ta'lim, unga o'rgata olmas hech bir muallim deb maqolimda o'zimga o'zim aytdim-da, hayot bizni o'zi hamma narsaga tayyorlab qo'ygan, sabrni berib qo'ygan, chiroyli mukofotini ham berib qo'ygan. Albatta har bir ishda hikmat bor. Menga ham nimadirlar berilgan bo'lsa, Allohim uni tayda nimadir hikmatini qilib qo'ygan deb umid qilaman. Ilohim hammani yonida yuzim yorug' bo'lsin, ishlarim bundanda zo'r bo'lsin, Allohim meni qo'llab-quvvatlab turgani rost bo'lsin dedim-da, ertangi kunlarni maqsadimda qo'ydim, chizdim, yozdim. Xullas hamma narsaga erishishga, bundan ba'd hamma narsaga erishishga harakat qilaman degan jonlarim. O'zi shunday jannat makon o'lkamizda yashayotganim men uchun jannat degan jonlarim. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, menga yurakchani qizartirib qo'yinglar va meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan buyog'i sizlarga katta zo'r videolar qo'yishga albatta harakat qilaman. Yonimda turasizlar degan umiddaman. Shuncha sinovlarda yengib o'tganman. Bu sinovlarda ham albatta o'zim va Allohim yonimda birgalikda yengib o'taman inshaalloh.